Bunda bu baza aylanmadan uzak oldu ki. Oy şu, siz keşke şirket maaşları bile aldıraç deyip yürüseniz. Ağıtılık oturdu bu loğan raylarda bir savak dişim var diyadınız bana. Qaysı Rayla? Elki aldık kata tamak yiyen Rayla şu mu? Şu aldık. Esim geldi. Qaysı gün uçuruşup qeyb para alışıp qalğandıqda, ha? Galit bir gaplarni qildi, falan yerim yok. Nimdeydi o? O yoldaşı bilen şu Tulg'oturdan başlaplam yürügenden, ha? Hammamiz bek havas qilatdik bir juplarga. Keyin to'y qilib, do'stim shu yo'ldashini, oilasini deb xizmatdan voz kechdi. Oilaga olib bo'lib uyda tug'andi. Shu anglasam yaqinda yo'ldashi sirtga qarab qolibdi. Oy bu acep eskinimkina o. Onda sırt qaraydigan adam dastlab muhabbatlashib nim qildi. Shuni birdan, ha. Sizlar axirlarning hammanglar o'xshaysizlar. O'tin, siz mendungo gumon qilib yurgansiz, ha? Bəziməyidigan müşük yox dəbdiki. Menen çoğanda aşbazlık doymagan müşükler hamam bir gün çaşqan doğrusun zəhərlənir. O'tin bu bana işenmey otamsız değil mi? Bu siz benden gumonlanib qo'yishmagansiz? Kim biladi o sizning sirtni ishlarni qilib yurganingizni? Bakram, sizga va'da beray. Sizdan boshqa hech qanday bir qizni qaraydigan bo'lsam, men odam emas bo'ldi. Oy ma'qul, sizga o ishini amallikin sirtki tulkichilarga ishongil olmaydi-da. Sirtdagi tulkichilarga qaraydigan bo'lsam, men chaqmoq suq qo'yasam bo'ldi. O'sha gapingiz yodingizda chiqsin, ha? Xotirjam bo'ling bo'ldi. Ma'qul, men bir narsani jo'shtirib aytib chiqay. 进入我们第2个篇章，成。Vay, hemen öyle. Nima? Hazırlama? Ha, ma'qul. Ben hazırlı borayım. Ha. Bugün bir xerida telefon qilib kel. Beribdi kelmay qutida. Mushuk kesdimi, ha? Bek uyibdi deyman. Kechda qaytib kelasiz? Başka şey yoktu. Yo'q, ha? Ben ketdim qurib Ha, oldinroq qaytib kelasiz.
ketdim, salama so'rab. Hazırsan soğuk. Dilber. Ha, adaş neymiş qadisa? Men uxlayotgandim, adash. Uxlab bo'ldingmi? Qanday bir ishim bormidi? Ha, yo'q-ey, boshqa ish yo'q. Sen neymiş qadidiki deb telefon qilgandim. Bugun mijozim yo'q bo'ldira qaramag'andim, sen bo'ldira qaramag'in. Rahmat adaş. Ma'qul. Yaxshi tush ko'rgin. Ma'qul adash, xo'sh. Mamnun. Nima cho'chiysiz? Acep qo'rqatdingiz. Voy, tek uxlamabsiz-ku. Sizni saqlab o'rtog'im. Azroq ishim chiqib qolgan. Ayılib qoldim. Ben uxlab beray, ya. Degendil çamdanı so'rab. Buraya mı aldınız mı? Ha, do'stim bilan kelishib qo'ygandim. Birga sayohat qilib o'ynab kelaylik. Voy, necha vaqtda unda gap qilmagandingiz-ku. Nimchoqni oldirashtirsangiz? Ya shunda bo'lsa-mu, men sizning eringiz bo'lganda ekan. Ayirdirimni o'z qo'lim bilan apirib, yo'lga sepib qo'ysam yaxshi bo'lardi emasmi? Bunday yaxshi bo'lmangiz kerak. Bundoq bo'lsa kerakcha o'zingizni asrang, tomoqlarni ishinmas, o sirtlarni qalay-muqay yurmaysiz. Shundoq bo'lsa-mu, o'zingizga sal diqqat qiling. Ma'qul kelganini ko'rishaylik. Ve bu... Yana ensirayotiman. Nimadan? Arzu uyiga kelib qolarmikin deb. Kasgan mamnun. Men qachon tushirib yurmoqchisiz? Siz bekli oddiy chaqlaydi ekansiz. Agar bu holat uyga kelib qolsa,
Kelsin. Canım. Kaçıp ketip tamak itemsiz. Mana yeygan narsa. Bu samsiyam da? Mana. Ha, maqbul. Samsiy çekmeyelim. Seni izlep gelgen adaş. Şu yokkense şu oturup durdu. Ha, sizni izlep ketdik ya şu. Seni izlep gelgen adaş. Şu yokkense şu oturup durdu. Ha, sizni izlep ketdik ya şu. Men izlep kelganmidim. Ha? Telefonimni qilmabsan qo'yamsan. Telefon qildim adaş, telefon qilsam etikka. Undaqda siz-chi? Shirkat aldirash ishim bor, davatdingiz turib uyda paydo bo'lib qolibsiz. Ha, aldırış iş batı ya, öyle bir nas o'tib qolibdi ya shuni. Kim unutib qolibdi? Adaş, nemişlarni o'ylayotganini bilmadim. Lekin qara, sen o'ylagandek emas bu ishlar. Sen meni qanday o'ylayotganingni bilamsan. Uyga bir narsa og'li keldingizmi yoki mening o'rnimda yaqin do'stimni yaxshiroq kutib olay deb keldingizmi? Adaş xato tushunib qolibsan. Men ishkani oldiga kelsam balki shuning bilan tankirib o'ltirgan vaqtimizga kirib qoldim. Ha, shu sizlar xato o'ylab qoldinglar. Sizmi shu? Sizlar qachongacha o'yin qo'ymoqchi? Meni ahmoq chaqlayotgamsizlar? Yerim kechida cho'ng xaridorim bilan ko'rishmay deb chiqib ketdingiz. Kendinizden chiqsam sizni ko'rishmoqchi bo'lgan cho'ng xaridoringiz dal meni yaqin do'stim o'ldirchi. Senchu? Sening Muratning mashinasiga chiqqaningni ko'rib turib telefon qilib nima ish qilyapsan desam, "Adash, men uxlab qoldim" dedi. Bo'pti dedim. Siz xijil bo'lmay bizning to'y xotir kunimizda men eng yaxshi ko'radigan zanjirni Dilbarga sovg'a qilibsiz. Mening do'stim bo'lgan sen xijil bo'lmay mening oldimda ash zanjirni ko'z-ko'z qilib, o'g'il do'stim sovg'a qildi dedim. Bunaqami bo'pti dedim. Qahvaxonadagi menga atag'an xushalliqlaringizni mening yaqin do'stim bilan men eng yaxshi ko'rgan odam men uchun tayyorlig'a o'xshaydi debdimi? Amaliyotda ishqonlarning uchirishiga daxl qilgan odam dalmangan. To'g'ri? Güzel. Jim turum, yaqig'ili qo'ying meni. Qara. Hamma ishlarni bilib qo'ygan. Lekin bu kechikib qoldi. Biz ikkimiz yugurib pek uzun bo'ldik. Biz bir-birimizni pek yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz. Undaqda bizning do'stligimiz-chi? Biz do'st emasmiz. Pek yaxshi ko'rgansizlar. Undaq bo'lsa ikkimizning o'tirishimiz yurmaydi. Mehr-muhabbat o'qitaman seni bir so'zda. Yaxshi ko'ramsan? Bo'pti, yaxshi ko'rsa. Lekin menchilik yaxshi ko'raramsa? Bo'pti, yaxshi ko'rsa. Lekin nima ish qilib turayapsan? Menchilik yaxshi ko'rayoldingmi? Men siz uchun ishni qilib berandimmi? Sen onu nima ish qilib berding? Sattalatini ko'z tushdim boshqa. Sen nima qilib beralamsan? Men nima qilib beraman? Nima qilib beralamsan? Sen turqunga bir qarab beqib, anonkin gap qilgin menga. Zambek tashiyibsan. Mush so'zlar meni eng yaqin do'stimning og'zidan chiqatamda Dilbar. Men seni bunchalar pastkash olib ketganimni o'ylab baxtliman. Pastkashlik? Bu pastkashlik emas, bu degan bir muhabbat. Muhabbat? Qurib ketsa undaq muhabbat bilan. Sendek maynatga gap qildi, tilimni ko'ydi Dilbar. Maynat? Maynat. Mana maynat degan atab qoldim. Maynat. Burunroq oxirlashtirib bilmaysiz. Nega oxirlashtirib? Men maynat emas, men bir oshiq. Eringa oshiq bo'lgan bir oshiqman.
Siz Ornağını boşluğa yegim geldi Arzu. ornumni boşlamdı. To'g'ri. Ben ornumni boşlashdan burun men yedila bor uyning hayot xo'jayini. Shu yonimiz. Shu yog'ini bo'lsin, bu uy sening emas. Bu yoqni. Bu yoqni To'g'ri? Yo'qolgan sen. Biz uxlamay qolganmi qandaq? yodingni bo'lsin. Men hayotli bo'ldi ekanman. Ma uyning egisi faqat men. Men qaraman. Men qara. Dadam bilan mening sen uchun qilganlarimiz qanchalikni o'zing bilasan. Hamma narsani ayirib qolgan vaqtimda o'sha oshig'ing sana amra bo'la olamiz, bo'laman. Eng yaxshisi sharmandachiligim xalq olamga yelib ketmasin desam. Sen yo'qol. Men yo'qolamdi. To'g'ri. Qo'lini qo'yib Ma uydan chiq dedi. Qo'limni qo'yib Chiqma uydan. Qo'limni qo'yib Chiq dedi. Murat, gap qiling. Murat! Qo'limni qo'yib dedim. Siz bu bunaqa qilsangiz qanday bo'ldi? Sirt sovuq tursa, bu sovuqda shunaqa bo'lib chiqarsangiz bulamda? Sen sağlık yürgen akiden. Özümde yok aldı yine. Yok aslında. Man kara. Man da kaç gün nimelerinde verdi vergendim. He? Bir ömür beklik hatırcam ötümüz digendim o. Emdi ben nime kaldım da. Yaxşısı, için ağırıp ketken bolsa sen mi bu öydün yoxa? Sen ikinci körek gözüm yok. Hayvan!